Этот год по-настоящему насыщен для Федерации бокса Узбекистана и для всего боксерского сообщества страны. Уже состоялись чемпионаты Узбекистана среди взрослых, среди молодежи и среди юношей. И каждый из этих этапов стал важной вехой в подготовке спортсменов к крупным международным соревнованиям. В 2025-2026 годах календарь у боксеров рекордно плотный. Взрослые готовятся к азиатским играм в Японии, к этапу Кубка мира, который впервые пройдет в Ташкенте. Молодежь и юноши – к Олимпийским играм в Дакаре и чемпионату Азии, который также пройдет в столице. Такой плотный график показывает, что бокс остается в Узбекистане одним из ведущих видов спорта. И федерация настойчиво работает над этим, чтобы удерживать этот статус и выводить наших атлетов на международный уровень. Особенно показательным стал заключительный чемпионат Узбекистана по боксу среди подростков и юношей, который прошел в Олимпийском городке. В турнире приняли участие 16 команд и 270 молодых спортсменов со всех регионов страны, от Каракалпакстана до Ферганы, от Самарканда до Сырдарьинской области. Бои шли почти неделю, и, по словам тренеров и болельщиков, уровень конкуренции ничуть не уступал взрослым и юношеским первенствам. Каждый поединок был наполнен характером, скоростью и упорной борьбой. Final janglari raqibim ham kuchli edi. Raqibim Andijondan edi. Ozgina qiynaldim. Birovlarga katta rahmat asosiysi. Biz Toshkent viloyati 20 kishi qatnashdik. Ulardan 8 tasi polfinalga yetib keldi. Polfinaldan 5 tasi finalga chiqdi. 4 tasi chempion bo'ldi. O'zbekistonda boksimiz juda kuchli rivojlanib ketgan. Mana yoshlar o'rtasida ham hozir juda qiziqarli bo'ylar, Osiyo chempionlari bir-biri bilan tushyapti. Juda qattiq janglar bo'lyapti. Mana bugungi 75 kiloda yutgan shogirdim ham finalist Aziyani jami bolalar shu viloyat общий hisoblasak 300 ga yaqin boksyorlar qatnashdi. Mana shu yoshlar o'rtasida o'zimizda Toshkentda Osiyo chempionati bo'ladi, undan keyin jahon chempionati bo'ladi. Shunga tayyorgarlik. Chempionat juda kuchli bo'lyapti. Oddiy bolalar Osiyo chempionlarini ham yutyapti. Birinchi bo'y, ikkinchi bo'y. Talantli bolalar yanada chiqib kelyapti. Bu degani boksimiz yana rivojlanyapti, kuchli bolalar ko'p. Butun dunyo tan oladi bizning boksimizni kuchliligini. Shu Osiyo chempionatida niyat qilib turibmiz. Hamma medalni olamiz deb. Xudo xolasa komanda birinchi o'rinni olamiz. По итогам соревнований команда Ташкентской области выиграла 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали и стала лучшей командой чемпионата. Второе место заняла школа бокса имени Бахадыра Джалолова с 4 золотыми, 4 бронзовыми медалями. А третье – Республиканский центр подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта с 2 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми наградами. 6 medal oldik. Bizga eng qiynalgan bo'yimiz shu bugun Rahmonlar Samadov bo'ldi. Shu final jangi juda qiyin kechdi. Undan oldingi medallarim Olimpiya prezident Olimpiya cho'qqilarida 2-o'rin oldim. Undan keyin o'zimga o'zim maqsad qildim. Shu keyin sari O'zbekiston chempionatida O'zbekiston chempioni bo'laman deb, mana maqsadlarim sari intildim va O'zbekiston chempioni bo'ldim. Meni qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat. Bugungi bo'lib o'tgan respublika chempionatida faxrli 2-o'rinni oldim. Xudo xolasa keyingi musobaqalarga, keyingi janglarga bundan ham kuchliroq tayyorgarlik ko'rishda keyingi safar 1-o'rinni olib, trenerlarim ishonchini oqlashga va'da beraman. 2 marta respublika chempionatida faxrli 1-o'rinni oldim. Iordaniyada bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida 1-o'rinni oldim. Звание лучшего боксера досталось Асильдину Усубалиеву из Ташкентской области, а звание лучшего судьи получил Аслидин Абдуалимов. Эти результаты подтверждают, что даже в самых младших возрастах формируется высокий уровень подготовки и дух соперничества. Чтобы оценить значение этих двух выступлений, полезно рассмотреть результаты наших боксеров на международной арене. На чемпионате мира по боксу, который в 2025 году прошел в Ливерпуле, национальная сборная Узбекистана добилась впечатляющего результата. Команда завоевала 11 медалей, 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые, и заняла 2-е место в общекомандном зачете среди 68 стран-участниц. Среди титулованных победителей были такие спортсмены, как Абдумалик Халаков, Асадхуджамудин Худжаев, Фазлидин Эркинбоев, Джавахир Уматалиев, Акмальджон Исраилов и Турабек Хабибулаев.
Женская команда также внесла свой вклад, завоевав серебро и бронзы в нескольких весовых категориях. Эта выдающаяся результативность вновь подтвердила статус узбекской школы бокса на мировой арене. Не менее впечатляющими были выступления узбекских боксеров и на этапах международных кубков в 2025 году. Например, на World Boxing Cup в Бразилии команда Узбекистана заняла первое место в командном зачете, выиграв 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Эти успехи показывают, что даже в составе юниоров и молодых спортсменов страна стабильно занимает лидирующие позиции среди сильнейших боксерских держав мира. Также на одном из этапов Кубка мира по боксу в Польше узбекские атлеты вновь вышли в лидеры командного зачета, завоевав 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, что еще раз подтвердило высокий уровень подготовки и конкурентоспособность боксеров. Такие достижения на международной арене говорят не только об отдельных выдающихся спортсменах, но и о системной работе Федерации бокса Узбекистана, тренеров и региональных центров подготовки. Высокие результаты строятся на прочной базе подготовки, которая начинается именно с подростковых и юношеских соревнований, таких как недавно прошедший чемпионат. Bir oydan beri desam bo'ladi. Barcha yosh toifasidagi bokschilarimiz o'rtasida O'zbekiston chempionatini o'tkazyapmiz. Bu O'zbekiston chempionati respublika miqyosidagi bu chempionat, bu O'zbekiston boks federatsiyasining mana shu milliy terma jamoalarimizga yosh iqtidorli terma jamoa a'zolarini seleksiya qilish uchun, terma jamoa kiyimini kiyish uchun, ertaga jamoamiz bilan xalqaro turnirlarda vatanimiz sha'nini himoya qiluvchi yigitlarni saralab olish, ya'ni terma jamoani shakllantirish. Bu eng muhim chempionat hisoblanadi O'zbekistonda. Ya'ni oxirgi bekat desa ham bo'ladi. Chempionatlarimizni yil boshida o'tkazishga qaror qildik, yanvar oyida. Sababi bu yil juda ham kalendarimiz tig'iz. Barcha yosh toifalarda, jumladan mana hozir guvohi bo'lib turgan bu o'smirlarimiz 1-16 may kunlari Toshkentda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida vatanimizni himoya qiladigan yigitlar. Ya'ni bu xorazm murabbiylar yanvarda bularni seleksiya qilib olgan holda mana shu may oyigacha ularning ustida ishlab, terma jamoamizni munosib chempionatga tayyorlash uchun muddati bo'ladi. Bundan tashqari kattalar o'rtasida ham bu yil Osiyo o'yinlari bor. Bundan tashqari o'sha World Boxing'ga barcha har xil bosqichlari bor. Noyabr oyida World Boxing kubogini final bosqichi bor. World Boxing kubok finali Toshkentda bo'lib o'tadi birinchi marta. Fevral oyida esa Stranger musobaqasi bor, kichik jahon chempionati deb nomlanmish. Ya'ni bu yilgi kalendar rejamiz tig'izligini hisobga olib, biz barcha turdagi bokschilarni mana shu yilni boshida saralab olib, yil davomida ularni mana shu musobaqalarga tayyorlashni reja qilganmiz. O'zbekiston boks federatsiyasining aniq prinsipi bor. Biz mana shu o'sishda davom etishimiz kerak. Hech qachon to'xtab qolmaymiz. Erishilgan katta natijalar, o'tgan yilgi katta natijalar bo'ldi, rekord natijalar bo'ldi. Kattalar o'rtasida 6 ta jahon chempioni, 10 ta vaznda biz bu bilan to'xtab qolmoqchi emasmiz. Ya'ni bizda har yildan yilga natijalarimizni yaxshilash asosiy vazifa qilib qo'yiladi va shu maqsadda olg'a boramiz yana. Одним из ключевых центров роста молодых талантов стала школа бокса имени Бахадыра Джалолова в Ташкенте. Это современный комплекс подготовки, где спортсмены не только изучают технику и тактику, но и получают комплексное образование, включая психологию спорта и стратегическое мышление. Именно выпускники этой школы становятся ведущими участниками национальных и международных турниров, а их успехи подчеркивают устойчивость системы подготовки. Kattalardan boshlandi O'zbekiston chempionati to mana shu o'smirlargacha davom etyapti. Har kelganimizda yangi talantlarni ko'ryapmiz. Har bir jang mana shu birinchi kundan boshlab juda shijoatli o'tyapti. Men aytishim mumkin, mana har bir viloyatlarning rivojlanishi, viloyatlardan yaxshi bokschilar chiqayotganini keltirish mumkin. Eng asosiysi men hozir shulardan ko'rdim-u, Bahodir Jalolov maktabining shu darajalik temp olib, kuchayib, yaxshi bokschilarni tayyorlayotgani odamni hayratda qoldirdi. Chunki shunday qisqa vaqtga qaramasdan o'sha maktabdan shunday bokschilar chiqyapti. Juda katta yutuqda. Hali endi boshlangan mana shu 2 yil, 3 yil bo'lganiga qaramasdan shunday bokschilar yetib chiqishi bizga
katta mana shu bosh murabbiylarga ham juda osonlik olib keladi. Mana shu bolalarni tanlashda, bolalarni bizga mana shu formirovat qilib berishda, talantlarni yetkazib berishda bu juda katta kuch, juda katta yordam biz uchun. Bir-biridan kuchli, bir-biridan zo'r janglar bo'lyapti. Akalarini chempionatiga qarab bular ham o'z shijoatini ko'rsatib yaxshi janglarda urushyapti, yaxshi tushyapti. Boksimiz shunday ketaversa, biz kelajakda bizga yetib boradigan davlat bo'lmaydi, xudo xolasa. 2026-yilgi taqvimni boshladik. Bolgariyada eng katta turnir, международный turnir bo'ladi. Biz o'sha musobaqadan boshlaymiz o'zimizni ishtirokimizni. Keyin Osiyo chempionati bor, Qozog'iston bokschilari bilan yig'inimiz bor. Osiyo o'yinlarigacha optimal formada boramiz, bolalarni tayyorlaymiz. Asosiy 80% O'zbekiston chempionlari Osiyo chempionatiga qatnashadi, Mongoliyaga. Asosiy e'tibor Osiyo o'yinlariga qaratamiz baribir. Сегодня мы видим, как наши юные боксеры успешно поднимаются на пьедесталы, становятся призерами международных соревнований и укрепляют позицию Узбекистана на мировой боксерской карте. На фоне насыщенного календаря соревнований, участия в азиатских играх, этапах Кубка мира и чемпионатах мира у федерации и у спортсменов еще много задач и больших стартов. Чемпионат страны среди подростков – это не просто соревнование, это этап большой подготовки, который формирует будущее наших чемпионов. И если такие турниры и дальше будут проходить с таким накалом, уровнем мастерства и преемственностью поколений, то новые звезды узбекского бокса скоро засияют и на олимпийской арене, и на мировых чемпионатах.